Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Iymonli va aziz yuragim. Bugun sen 30 bahorni ortda qoldirding. O'zingni tabriklayman. Bardavom sabring, topqir aqling, iymonli, mehrli yuraging, bir umr orzu qilganingday inson bo'lishga intilayotgan qalbing uchun. 30 yil. Bu nafaqat vaqt. Bu saboqlar, kulgular, sinovlar, quvonchlar, kechirimlar, muhabbatlar yig'indisi. Bu yil davomida kimdir ketdi, kimdir keldi, kimdir dars bildi. Sen esa baribir oldinda yuribsan. Qani ko'zguga qaragin. Sen naqadar ajoyib ayolsan. Bugun orzularingni yana bir bor quchgin. Yashashni, sekin yurib atrofni kuzatishni, o'zingni kechirishni, yuragingdagi go'zalliklarni qadrlashni davom ettir. Endi sen yosh qiz emas, hayotni tushunadigan, o'zining ne qiymatda ekanligini anglaydigan ayolsan. O'zingni yaxshi ko'r, o'zingga do'st bo'l. Qayerga borsang, yuragingni olib yur, mehringni olib yur. Va esla, hali eng go'zal kunlaring oldinda. Tavallud ayyoming bilan qadrdonim. Sevgi bilan o'zimga.